Xullas, bugun Andijondamiz, Bo'taqara qishlog'idamiz va aynan mana shu Bo'taqara qishlog'i juda ham rivojlanib ketibdi. Nimaga desangiz, mebelchilar uchun xizmat ko'rsatish maydoniga aylanibdi. Shunday Azizbek aka, assalomu alaykum. Tanishinglar, Azizbek aka aynan mana shu korxonani ish boshqaruvchilari, ya'ni brigadirlari. Shu haqida, korxona haqida qisqaroq tushuntirib bersangiz, nima uskunalar bor, nima yo'nalishda faoliyat olib borasizlar? Biz asosiy yo'nalishimiz uslug yo'nalish bo'yicha ishlaymiz. Bu ko'mak stanovlarda aralab beramiz. Bu yerda kichkina antennalar aralarimiz bor, ikkita kiromishli apparatlarimiz bor. Asosiy ishimiz usluga bilan bo'ladi. Kuniga bitta savol, mana shu pilli sentrda bittasida nechtalik kesyapsizlar o'rtacha? Hop, o'rtacha 80 ta 100 ta kesollaymiz. 80 ta 100 ta. Qo'l arrasi altindortacha? Altindorda ham 60-70 ta kesollaymiz kuniga. Kromka necha metr yopishtirasiz? Hop, kiromishli stanovlarimiz 1000 metrdan 1,5 metrgacha, ko'payib kelsa 2000 metrgacha bosib bera oladi har bir stanovimiz. Ba'zi xizmatlari ham bor, a? Ba'zi xizmatlarimiz bor. Xudo xohlasa ba'zi ishlarimizda 1 oydan beri ishga tushdi. Ba'zi ishlarimiz bor, bu yer teshik ham yo'q chiqarib beryapmiz. Sizlar korxonalaringiz joylashuv jihatidan shaharda emas, ancha chekkaroqda. Ancha chekkaroqda. Shunda ham mijoz bor. O'ta ko'p mijoz. O'zlari topib kelyapti. O'zlari topib keladi, shu mahallani o'zi. Zo'r, endi maqsadlar nima? Nima qilmoqchisizlar endi yaqin yillarda? Yaqin yillarda xudo xolasa endi shu o'zimiz ishlab chiqarib, sotib yo'lga qo'ymoqchimiz xudo xolasa. Mana pensat stanovlarimiz keldi. Endi inshaalloh yana qanaqadir yangi stanovlar qo'shilsa, qo'yamiz ularni ham.